Assalomu alaykum. Ibrat mahalla fuqarolari. Agrobankimizda bir oyda 2 marta tadbirkorlar uchrashuvi bor. Hozir keyingi uchrashuv Ibrat mahallasida o'tkazamiz. Qanaqa muammo, taklifinglar bo'lsa, aytsanglar, yechim qilishga harakat qilamiz. Bitta aytyapsizlar. O'tirib ayting. Assalomu alaykum. Xayratidan Komiljonov Akmaljonman. Menga chorvachilik bo'yicha 50 million kredit so'rayman. Hozirda kreditimiz bor. Haqiqatan 50 million so'mgacha mahalla loyihasi kreditimiz bor. 4 yil muddatga, 5 yil muddatga 2 yil imtiyoz davri bilan 25% dan kafillik asosida ajratayotganmiz. Hujjatlaringiz, hakamlaringiz yaxshi chiqsa, tekshirib ko'ramiz. Bo'lsa, ajratib beramiz imkoniyatimiz. Assalomu alaykum. Ismoiljon Boymuhammadman. Mana shu yo'nalish bo'yicha kredit olmoqchi edim. Haqida ma'lumot bersangiz. Hozirda 17 million, 50 million, 100 million so'mgacha kreditlarimiz bor. 50 million so'mgacha 25% dan, 50 million so'mdan yuqorisi YTT yoki o'stirishga 21% dan mahsulot o'tkazib berish yo'li bilan berayotganmiz. Kafillik asosida kreditlarimiz bor. Agar hujjatlaringiz to'g'ri kelsa, kafillik oluvchi so'rni bo'lmasa, ajratib beramiz.